Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzumshinamandalari, mani kanalimni kuzatib boruvchi birodarlarim, qadrdonlarim, qo'llab-quvvatlovchilarim, hammalaringni borlaringga shukr. Anchadan baqa ko'rishganimiz yo'q edi. Bugun Xudo xohlasa 10-iyun 25-yil sizlar bilan biz Qo'qonda, mani bog'imda bir o'zimizni mahalliy nav chillaki uzumimiz oldidaman. O'shani bir ko'rsatib, inshaalloh alohida yo rolik qilaman yo shuni davomida tanishtirib chiqaman. Lekin hozirgi bu niyatim, mana bu qisqacha videorolikda niyatim o'sha chillaki, bizni mahalliy chillakimizga nisbatan qolgan boshqa uzumlarni holati bilan bir tanishtirib chiqish inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu demak o'zimizni mahalliy chillaki uzumimiz. Chillaki eng erta pishar. Ruschasiga, ukrainchasiga ultra, shunga o'xshash nomlar. Xullas kalom, hozir bozorlarga chiqibdi. Kecha bozorda ko'rdim. Demak, mana uni boshini og'irligi, qarang, mana bu yerda chumchuqlar cho'qishga ham ulguribdi, eplab boshlabdi demak. Taxminan 1,5 kilo chiqsa kerak. Bugun qaytaraman 10-iyun. Endi buni xususiyatlari, bugungi kungi holati bilan yana alohida bir tanishtirib chiqaman. Mana bu yerda ikkinchi boshi ham bor, kichkinasi. Bu endi bir 200 grammlari borsa chiqsa kerak nazarimda. Bu degani nagruzkamiz katta bas. 2 yillik ko'chat. O'zi tomirlatilgan ko'chat bas, qalamchadan tomirlatilgan. Mana bu yerda yana ikkita boshi bor. Bular endi ancha orqada, bular nima deydi? Yonbosh qo'ltiq shoxlardan chiqqanlari. Mana bu yerda rang olishni boshladi. Ognenniy, Kaloginni ognenniy navi. Nimaga rang olishni boshladi? Bu shirinni bo'lyapti. Mana bu yerlar tushunmadim, qaralganim yo'q edi. Ko'ramiz. Lekin tepadaglar ham rang olyapti. Mana bu yerda ham sal kuchli bo'libdi. Donlari yirik, yaxshi uzum. Bizni mahalliy chilgidan keyin rang olishni boshlagan bir 2-3 kundan keyin. Bu Taldun. Mikhail Grechkani Taldun navi. Buni uzumchilarimiz tanigan bo'lish kerak bu navni, Amerikani. Halloween, daneksiz, juda ajoyib, chiroyli uzum navi. Taldun bilan bir qatorda, bir paytda rang olishni boshlagan yirik donlik Kataloniya uzum navi. Bu adashmasam Burdakniki bo'lish kerak edi. Avtori Burdak. Yaxshi, chiroyli uzum. Donlari chachala, yirik don bo'ladi. F1ga o'xshagan rang oladi. Yana bitta demak Kataloniyadan keyin rang olishni boshladi. Bu Poltavskiy manikyur. Buni muallifi Kiselov Sergey Aleksandrovich, Ukraina, Poltava. Juda zo'r karsillaydigan uzum navi. Uzunchoq bo'ladi. Mana bu navimiz endi Bravissima daneksiz, demak kishmishimiz. Mana shunaqa holatda, bu ham shunaqa. Eng erta, eng birinchilardan bo'lib rang olishni boshlagan. Ammo bu yil nagruzkasi ko'proq, balki shuning uchun ham sal orqada ham qolyapti nazarimda. Aslida bu ulardan o'tish kerak edi, mo'ljalimda albatta. Mana bu navoma ko'pchilikda e'tiboridan qolib ketyapti hozircha. Lekin mani bog'imda eng yirik donli bu nima deydi nomi? Krasnaya planeta. Sizlarga bir kattalashtirib ko'rsatish niyatim bor. Mana donlar yumaloq bo'lyapti, xuddi alinaqa Rim yoqutiga o'xshagan. Rangi endi ko'ramiz qanaqa bo'ladi, qizg'ish bo'ladi. Endi tepasini bargini ochib rang olay turganda bir boshqa bir agrotexnik amaliyotlarga bog'liq bo'ladi. Toza qanaqa tiniq rang olishi bu endi o'zimizni
mahoratimizga bog'liq, mehrimizga, mehnatimizga degandek. Tak, avtorini aytolmayapman, tilim uchida turibdi bu ham. Aytaman inshaalloh. Krasная planetamiz avtori Golub Anatoliy Aleksandrovich. Mana bu ajoyib uzum. Ta'mida muskati yo'q, muskati yo'q, oddiy, mo'tadil bir shirin ta'm. Lekin donlari mana shunday yirik, yubalaq, chiroyli. Mana bu yerda ham mana. Ko'ring, havas qiling deganlari shu bo'lsa kerak-da. Mana bu endi velisimiz. Bugunga kelib bu ham endi rang olishni boshlayapti. Sal mana pushtlashni boshladi. Shu bilan azizlar, rangli uzumlar, chillaki, eng erta pishar uzumlarni bugungi 10-iyun holatiga rangi ro'yini sizlar bilan tanishtirib chiqdim. Endi hali aytganimdek, xudo xolasa chilgi uzumimiz bilan alohida bitta obzorchi qilaman, qisqagina qilib. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa ma'lumotlar, klass belgisini bosib qo'yinglar. Izohlar qismiga o'tib turib bitta hech bo'lmasam so'z qoldiringlar yo bir plus belgisimi. Videolarimiz tarqashiga yordam bergan bo'lasizlar. Inshaalloh davramiz kengaygani qoladi. Sizlarning yordamlaring bilan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.